boshlig'i ketib qoldi bu yerda, lekin Paxtachi tumaniga zararli organizmlarni monitoring qilish bo'yicha prognozlashtirish yetakchi mutaxassis lavozimi, Narpay tumaniga ham fitosanitar nazorat davlat inspektori lavozimi 3 ta edi, lekin Narpay va Kattaqo'rg'on tumanlarining nomzodlari noma'lum sababga ko'ra kelishmadi. Faqat Paxtachi tumanida yetakchi mutaxassis prognoz bo'yicha Sadinov Odil Bahriddinovich kelgan, test sinovidan ijobiy o'tgan holda. Bo'ldi, kirsin, boshlaymiz, kirsin. Ayting. Marhamat, hurmatli nomzod. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Mikrofonni o'zingizga yaqinroq, balandroq gapirasiz. Komissiya a'zolari bilan tanishtiraman. Samarqand viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari Mardonov Islom, ya'ni men. Undan tashqari agentligimiz rahbariyatimizdan qo'shilgan Ruslan aka Muminov hamda boshqa mutaxassislar yana sizga sohaga doir savollar berish mumkin. Bundan tashqari hududiy boshqarmani inson resurslarini rivojlantirish bo'yicha bosh mutaxassisi Murodova Sarnoz komissiya a'zolari tarkibiga kiradi. Komissiya a'zolari tarkibidan e'tirozingiz bormi, hurmatli nomzod? Assalomu alaykum. Yo'q. E'tirozingiz bo'lmasa, mikrofonga balandroq gapirib o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Sadinov Odil Bahriddinovich. Hozirgi vaqtda o'simliklar karantini va himoyasi agentligi Samarqand viloyat boshqarmasini Paxtachi tuman bo'limida fitosanitariya davlat nazorati inspektoriman. Inspektor lavozimida ishlayman. Ma'lumotim oliy. Qishloq xo'jaligi institutini agronomiya fakultetini tugatganman va sirtqida qishloq xo'jaligi institutini iqtisodiyot fakultetini tugatganman. Marhamat Ruslan aka, nomzodimizga savollaringiz bo'lsa. Ovoz eshitilyaptimi? Ismombek aka. Yaxshi eshitilyapti ovoz. Ism sharifingizni bitta takrorlayverasizmi, nomzod? Ismi sharif Sadinov Odil Bahriddinovich. Oldin qishloq xo'jaligi yo'nalishida ishlagansiz, to'g'rimi? Ha. Ayting, siz qaysi tashkilotga, qaysi vakant lavozim uchun o'z nomzodingizni qo'ydingiz? Hozir suhbat o'tkazyapman. O'simliklar karantini va himoyasi agentligini Samarqand viloyat boshqarmasi Paxtachi tuman bo'limida zararli organizmlarni prognozlashtirish hamda tarqalishini oldini olish bo'yicha yetakchi mutaxassis lavozimiga. Hop, zararli organizmlarni prognoz qilish nechiga bo'linar ekan? 3 ga. Qaysilar? Savollarda tushunmovchilik bo'lmayaptimi, hurmatli nomzod? Prognoz 3 ga dedingiz. Qaysilar? Qisqa muddatli hayajon bo'lyaptimi? Uzoq muddatli, uzoq yillikda 3 ta. Feromon tutishlar nima? Ular qanday maqsadda qo'llaniladi? Feromon tutqichlar zararli organizmlarni shu tarqalishini aniqlash uchun qo'yiladi-da. Ishlash mexanizmini
bilaman shu nimada o'zidagi feromon hidi orqali e, zararlarga kapalaklarni tutib beradida bizga prognozlashtirish uchun. Endi sizga manda oxirgi savol. Mana kapalaklarni ko'rgansiz-a? Ha? Kapalaklar o'simlikning qaysi qismini zararlaydi? O'suv nuqtasinimi yoki gullarnimi? Qaysi nuqtani zararlaydi? Shonanimi? O'suv nuqtanimi? Barginimi? Kapalaklar urug' qo'yadida nimaga. Keyin undan shu qurt nima bu bir zararlaydi. Keyin Faqat nasl qoldirish uchun demoqchisiz, to'g'rimi? yo kemiruvchilari ham bor-da uni. Javob shonami, bargmi, gulkosami, o'suv nuqtami? Qaysi nuqtani zararlaydi? Hozir siz aytganlar hech qaysini zararlamaydi-ku kapalak. Rahmat. Ilyos aka savol. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Men ma'lum savollarga ko'ra sal kechroq kirdimda, o'sha uchun ism familiyalarini aytib olasizlarmi? Sadinov Odil Bahriddinovich. Mutaxassisingiz agronomiya, iqtisodchimi? Shunday. Ikkita mutaxassis bor-a? Ikkita. Mening birinchi savolim, Ruslan aka savol bermagan bo'lsa, bo'lim boshlig'ining asosiy vazifasini aytib beringda. Ilyos aka kechirasiz, hozir nomzodimizni ma'lumotida bo'lim boshlig'i bo'lib ketgan ekan, lekin yetakchi mutaxassis prognozlashtirish bo'yicha topshirgan lavozimi. Texnik sabab. Prognoz qilishni necha xil usuli bor? Uni so'radim men Ilyos aka. So'ragan bo'lsangiz, telefoni yonizdami akani? Odil akaning telefoni yonidami? Yonimda. Oling. Yonizdami? Agar ko'makchi mobil ilovasi bormi sizda? Agar ko'makchi mobil ilovasi bormi? Bor. O'shanga kirib, Paxtachi tumanida Ko'saqquti qaysi bosqichdaligini aytib beringchi. Men savolimni tushundingiz-a? Fina kalendarga kirishimni so'rayapsiz-da? Fina kalendarga kirib, G'o'zani Ko'saqqutining qaysi bosqichdaligini aytib beringchi. Bosh bet yangilashib ketdi bugun. Hozir ochilishini kutyapman. Nega internet yo'q? Ko'ramizmi endi agroko'makchi qayta yuklashimni so'rayapti. O'zimiz dala nazoratida emas, bashorat bo'limi bor. Agroko'makchi ilovasi o'zi obnovit qilishimizni so'rab qoldi-da, endi vaqt ketyapti. Shunga o'zimizni dala nazoratida ham bor-ku, shundan kiraveray demoqchi edim. Haqiqatdan o'zga agroko'makchi qilyapti. Kiring mayli. Dala nazoratiga boya ham kirdim. Kiring, dala nazoratdan kiring bo'lsa. Kerak.
Telefonimga nima bu ham nima so'rayapti? Mang agar ko'makchi. Mang. Ko'ryapsizmi? Ko'rdim. Yaqinlashdi. G'o'za tunlamini so'rayotgandingiz-a? Hozir. Xuddi shunday. Bor ekanmi? Bor. Tezroq ko'ring. Buni may oyi qayerda qoldi? Lichinka qurtlik bitta. To'g'ri. Mana keyingi savolim. Mevali bog'larning asosiy kasalliklarini aytib bering-da. Kasalliklari shu ichida maniliyoz ularmidi? Gladiator. Kasallik mevali bog'larda qanaqa kasallik tushadi? Dehqonchasiga aytavering. Maniliyoz tushadi mevada. Xo'p, Uni shudring. xo'p. Shu til ichidagilarni ham aytolmayapman qanday. Qarshi kurash uchun nima tavsiya berasiz kasallikka? Shu rivojlanish nimasiga qarab kimyoviy ishlov beriladi. Gerbisid bilan ishlayapsizmi yo insektisid bilanmi? Insektisid bilan ishlaymizda. Nima? Mani boshqa savolim yo'q. Agar savollar bo'lsa marhamat. Rahmat, komissiya a'zolari. Mening ham qo'shimcha savol yo'q. Menimcha savollardan atroflicha tushunchasi bor, qisman javob bera olyapti deb o'ylayman. Hurmatli nomzod, sizga berilgan suhbat jarayonidagi savollardan e'tirozingiz bormi? Yo'q. E'tirozingiz bo'lmasa, sizga Islombek aka, biz hozir mana siz so'zlasangiz, o'ta xulosani qilamiz. To'g'ri, siz aytganingiz savollarga qaysi bir ma'noda javob beryaptilar, lekin bu shu taraf bor. Bir necha yillik o'sha qishloq xo'jaligini, bir necha yillik davlat tashkilotining xodimi sifatida berayotgan javoblardan so'rangki, o'zlari qoniqish hosil qildilarmi yo'qmi?
bir necha yil qishloq xo'jaligi sohasida ishlagan. Bu Endi- направлениyaning ichida yurib shu javob bersalar endi nima deymiz? Albatta xulosasini qilamiz. Komissiya bilan birgalikda javobini o'sha sizlar orqali yetkazamiz, xudo xohlasa. Tushunarli. Hurmatli nomzod, sizga xulosa suhbat jarayonida yakuniy xulosalar shaxsiy kabinetingizga yuboriladi. Ishtirokingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Hurmatli rahbariyat, vaqt ajratganlaringiz uchun sizlarga ham kattakon rahmat. Boshqa vakant lavozimlarimiz uchun kelgan nomzodlar boya aytib o'tgandek kelmagan noma'lum sababga asosan. Shu bilan tugab, Qarangda, bitta odam kirganmi shunda? shunda bitta odam kirdi. Ilyos aka. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Salomat bo'linglar. Qarang, bitta masala. Islombek aka, Sarvinoz, bu Labbay. vakant qanchadan buyon bo'sh turibdi? Mana shu hozir suhbat o'tkazilgan vakant lavozim qanchadan buyon bo'sh turibdi? Bir oy bo'lib qoldi. Yaqinda Paxtachi tuman bo'lim boshlig'iga o'zi prognozda ishlab turgan nomzodni o'zi o'tdi, joyi bo'shadi. Bir oy bo'ldi. Bu inspektor, o'sha hududda inspektor. Hozirgi suhbatga kirgan nomzod inspektor bo'lib ishlab kelyapti, to'g'rimi? Shunday. Ha, bo'ldi, tushunarli. Mayli, salomat bo'linglar. Xo'p. Rahmat.